Diqqat! Tezkor xushxabar! Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,155 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori 375 ming so'm. Pensiya hisoblashning bazaviy miqdori 428 ming so'm. 428 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya 834 ming so'm. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 920 ming so'm. Mehnatga loyihasi fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolaligidan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa 920 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdori 834 ming so'mdan 920 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari 920 ming so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa 745 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 745 ming so'm deyiladi xabarda.